Tasavvur qilinglar shunaqa holat. Oyiga $50,000 beramiz. Dubayda ishlamaysan, bo'lsa Dubayda yashab bersang bo'ldi desa, javobim yo'q bo'ladi. Shu darajada nafratlanaman. Boshqalarga qalbiga tegmasin. Boshqalarga yoqishi bu normal holat. Meni prosta yo'qdagi bosim, yo'qdagi insonlarni kibri juda qiynagan vaqtida juda nohaqliklar, har qanday holatda ham arablar o'zini arabini yonini olishi, endi bu normal, endi o'zining mamlakati bo'lgandan keyin. Xullas 85% inson, 15% insonni xizmatini qiladi Dubayda mana shunaqa. Va qonunlar ya'ni o'sha mayli gaplashmaylik ular haqida. Aka protein zararli dindan qo'y. Ochki taqqan yozishibdi. Ochki taqqanlar bilan ham ishim yo'q. Ochki taqmaganlar bilan ham ishim yo'q. O'sha qolmadi. Hozir men Instagramda bo'layotgan shunaqa haqiqatlarni bilaman. Men hammasini gapiraman. Qachon? Endi u narsa bo'lmasa kerak. Men shunaqa kontentlar qilaman. Mana bu kirdikorlar haqida yangi profil ochib reja qilib qo'ydim. Lekin qachon bo'ladi? Qachon? Sizga aytaman qachonligini. Bu menimcha bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Chunki men bu ishni qilmasam kerak. Buning uchun boshqa mamlakat fuqaroligini olib O'zbekistonga kelmaydigan darajaga yetib kelsam, misol uchun, endi unaqa bo'lmasa kerak, katta ehtimol, chunki patriotman, vatanimni sevaman, yaxshi ko'raman. Juda ko'p mehnatim singdi, mana shu qo'ni qo'shnimga, yaqinlarimga, hamshaharlarimga yaxshi ko'raman. Bu yoqdagi insonlarni. Lekin bu yoqdagi insonlarning ichida noinsoflar, ikkiyuzlamachilar juda ko'p. Shuning uchun shularni barrob kelib gapiradigan, sirlarini fosh qiladigan bir kontent qilmoqchiman. Ikkiyuzlamachi, kirdikorlar bo'ladi. Stopini bosib qo'yishga aqlimiz yetadi. Murat hojaga qachon harakat bilan. Ya, qo'ying endi unaqa religiozniy mavzularni qo'ying yoki qayerdan bilasiz, balki borib kelarman. Har oy 2 kunga sochlarimni oldirgan paytim. Qo'ying, mana unaqa hoji, unaqa avliyo, unaqa bir nikil odam deb tasavvur qilmang. Mani qo'ying unaqa oxirat mavzularini o'zimga qo'yib bering aka, qo'ying. Iltimos, nozik mavzuda bu. Mijirlab ketaman, keyin video yozib olishadi, keyin tarqab ketadi. Shu bormaganman deb hisoblayvering. Bunaqa joylarga bormayman deb hisoblayvering. Aziz estet faqat kayf qilib yashaydi deb tasavvurga ega bo'lavering. Vaholanki aziz estet hayotda hattoki sigaret ham chekmagan, ne только aroq, pivo ham ichmagan. Yana shu tasavvurda aziz estet pidaras bo'lib qolaversin, iltimos. Mendan unaqa yaxshi inson yasamanglar. Shu dalvoyo bo'ladi degan gap tarqagani o'sha gap qola qolsin. U joylarni o'sha borganda to'xtovsiz video qiladiganlarga berdik. Biz unaqa qila olmadik. Mr. Protein ishlar zo'rmi deyapti. Telefonlarni gapirib bering, telefonchilarni gapirib bering. Ya qo'ying, hech kimga gapirmay, hamma yashasin. Bir gapirdim, tarqab ketdi jonli efirim. Endi jonli efirlarim unaqa emotsionallik bo'lmaydi, va'da beraman. Konkursni o'ynaylik, o'zimizni bilganimizni qilaylik, o'zimiz hayotimizda yashaylik. Birov o'zgartira olmaymiz baribir. U bolachalarni o'zini kuzatadigan kuzatuvchilari bor. 85-90-yillarda tug'ilgan bolalar ularni ne то что anaqa ko'rib turib sirazi tushunadi, lekin tushunmaganlar
Menimcha katta ehtimol bilan 2000 dan buyog'i menimcha. Bilmayman, xullas qo'yinglar, hamma o'ziga javob bersin. Mana bugun kun chorshanba, kimda rejalar qanaqa? Mana bizda mana boks. Kecha payt kickboks, hozir boks. Zo'r shug'ullanib boryapman deyolmayman-ku, lekin oldin bodybuildingda tosh ko'targanimda musobaqaga chiqaman deb shug'ullanardim. Hozir yo'q, menga shu yoqyapti deb shug'ullanyapman, chunki qonim zo'r aylanyapti. Sopernikka chustut qolman, sparing tushganimda ham уже udarni ko'ryapman. Bitta-ikkita udar o'tkazsam, уже uchinchisini уже tegmayapti. Mana shunaqa zo'r harakatlarim tezlashgan. Baribir sog'liq tomonlama ham qon zo'r aylanyapti. Qon suyultirib olganman. Tak musobaqaga chiqib, qanaqadir titullarga ega bo'lish emas maqsad. Chista raди kayfa. Maza qilib yuraman. Musulmonka 88, 88, 85 olg'a chekinmang. Yo'q, biz chekinmaymiz. Biz bunaqa orqaga yurish yo'q. Bizda yonga ham yurish yo'q. Bizda faqat oldiga. Shunaqa gaplar. Sizlarga savol. Masalan, oyiga qo'lingizga 100 ming dollar pul kelyapti-da. Undan 50 ming dollari sizning toza daromadingiz. Tasavvur qiling. Oyiga 100 ming dollar pul kelyapti, 50 ming dollar toza daromadingiz. Qanaqa yashagan bo'lardingiz? Yoshingiz o'rtacha 40larda, bir narsalarga erishgansiz, hamma narsangiz bor, uy-joyingiz, hamma narsangiz bor. Nima qilgan bo'lardingiz? Menimcha hamma ham shu o'zi qiziqqan narsa bilan shug'ullanardi. Men misol uchun boks bilan qiziqaman. Boks menga yoqadi. Zo'r boks tushmasa ham men yoqtiraman. Siz nima qilgan bo'lardingiz? Tasavvur qiling, qarzingiz yo'q, kreditingiz yo'q, hech qanaqa bir ko'chada kakayingiz yo'q. Faqat sizdan qarz hamma. Siz hech kimdan qarz emassiz. Uyingizdan xotirjam. Menimcha ko'p odam chetda yashagan bo'lardi. Ko'p odam chetda yashagan bo'lardi. Nima deb o'ylaysizlar? Hozir zerikib qolibsizlar deyishyapti. Necha marta Umraga borgansiz? Ko'p. Alloh bilguchi, qo'yavering yog'ini. Balki bir martadir, balki 10 martadir qo'yavering uni. Shunda hozirning topishingizni tiqib o'tib ketdingiz-a? Ya, 100 ming topmayman. 100 ming dollar siz gapni aylantirmang-da. Bu aytilyapti. Tasavvur qiling, siz 100 ming dollar oyiga pul yig'asiz deyilyapti. Va undan yarmi sizning daromadingiz deyilyapti. Nima qilgan bo'lardingiz deyilyapti. U pul bilan maqtanadigan Toshkentning o'zini zo'rlari bor. Biz ularni oldida zubachiskamiz. Biz o'zimizni rizqimizni terib yurgan bolalarmiz. Menimcha ko'p odamning javobi bir xil, chetda. Mana uy yo'q. Ularga uy olib berardim, shuncha pul topganlar. Mana shu gapingizga javob bera olmaysiz. Ishoning gapimga. Qo'ying, urushib qolamiz siz bilan. Siz o'sha bildirib qo'ydingiz yoshligingizni. Yoki hayotda ko'p narsa ko'rmaganligingizni bildirib qo'ydingiz. Uy olib berardim, uy yo'qlarga. Shuncha pul topganimda, malades. Pizdes. Xuddi anundan bo'ldi-da. Bunaqa oila yo'q, unaqa oilayim. Oila haqida gapirilmayapti-ku. Qani Shvetsariyaga ketardik. Shvetsariyada yashash juda qimmat. Nima edi? Shuncha konkurs qilganmiz, shuncha jentralar, shuncha geliklar berganmiz, Porsche'lar berganmiz, Mers'lar, Spark'lar, bir 30 ta 40 ta общий 100 taga yaqin jentra.
общийda endi butun konkurslar davomida. Va bitta gapni aytaman sizlarga. Tajribamdan kelib chiqib aytaman. O'zim o'ylab topmayman birovlar uchun. Tajribamdan kelib chiqib aytaman. To'g'ri, siz ishingizda yo'q, men unaqa odam emasman deyishingiz mumkin. Xuddi sizga o'xshab fikrlaydigan odamlarni kaka qilib qo'ygan joyini fakti bilan keltirib beraman. Bir 40 ta jentri qo'yganimizda ham voqea bo'lgan, 15 ta jentri qo'yganimizda ham bo'lgan, 5 ta jentri qo'yganimizda ham bo'lgan, har safar bo'lgan, qaranglar. O'shanda hamma yozganda, men jentri yutsam, yarmini shunday sotamanda, ehson qilaman deb yozadi-da. Даже hozir ham Kobaltdagi mana ko'p odam ichida shunaqa yozadi. Yozgandan keyin telefon yutsam yarmini sovg'a qilaman deydi, ehson qilaman. Hammani ko'ziga nimagadir shu yaxshilik qilgisi kelib qoladi. Endi Xudodan so'rab o'tiradi-da, yutay deb. Endi Xudodan so'rashdan oldin men ham bir ko'ynimga uni yaxshilikka ishlataman desam, Xudo menga shu yutug'i beradi deb o'ylasa kerak-da, logikasi. Bilmayman qanaqa logikada. Balki ko'ngli yumshab ketadimi, o'zida yo'q hali. Misol uchun mayli bitta mashina yutsa, o'sha paytda jentri, sal minilganroq jentrilar qo'yganmiz, $10,000 bo'lsa 5,000 beraman deb niyat qiladi, o'ynaydi. Keyin o'shani yozadi menga. Deyarli 95% odam shunaqa yozadi. Yutganimni yarmini ehson qilaman azizga, siz videolaringizni ko'rib motivatsiya oldim deydi-da. Tajribadan kelib chiqib aytaman, mana hayotda bo'lgan voqea. 100 taga yaqin mashina topshirganmiz va har safar даже videosida qo'ygandan keyin ko'p odam negativ bildirganda kommentarni yopib qo'yganman. O'sha odamlarga nisbatan, menga nisbatan emas. 100 tadan ko'p mashina yutgan odamlar mashinani notariusga haydab borgan kuni, topshirayotgan kunimiz, xoh telefon bo'lsin, xoh aytganman. Mana siz nomingizga o'tdi, lekin sizga oxirgi bitta savolim bor. Kelmisiz? Hayır, kelmas aka. Gapingizga javob beraman. Bo'ldi, bo'lmasam bitta sizga savol aka. U sizning haqqingiz. Siz mana yutdingiz konkursda, lekin u sizning haqqingiz, meni haqqim yo'q, lekin siz gapingizga so'rab olyapman. Ya'ni so'rab olmayapman, so'rayapman shu so'zni. U postupkani qilmasligingiz, u o'zingizning naqingiz. Mana hozir xat ochaman. Siz yozgan xatni ochaman va siz yozgan xatda shunaqa yozuv bo'ladi. Katta ehtimol bilan azaga menga mana shu mashina chiqsa, yarmini yaxshilik qilaman, nochorlarga beraman deb yozgan bo'lasiz desam, do qarab turadi, rangi go'zarib. Keyin bitta ochaman xatni, xuddi shunaqa yozilgan bo'ladi. Xuddi shunaqa yozilgan bo'ladi-da. Aytaman, mana misol uchun sizni yozganingiz, mana siz yutdingiz. Mana nomingizda ertagini videosini qo'yasizmi, shuni yarmini sotib, mana $10,000 sotib, $5,000 kimgadir berganingizni desam, nima deydi? Aka, o'zi mashinam yo'q edi, yaxshi niyatda qildim-da deydi. 100dan 100% holatda. 100dan 100% holatda. Bu voqea har doim bo'lgan. O'shaning uchun bir domla ukam bor, Surxondaryolik, yaxshi bola. O'sha bir Surxondaryoda masjid qurganimizda aytuvdi. Akajon, siz qilib yurgan, berib o'rayotgan narsalarni, ya'ni ehson, sadaqa narsalarni berib o'rish, bu juda og'riqli, juda qiyin narsa. Sababi ehson shunaqa narsa ekanki, ya'ni hadiya kimgadir berib o'rish, prosta berib o'rish, bir manfaatsiz, menga bundan yaxshilik qaytadim yo'qmi demasdan, prosta berib o'rish, xuddi men bu oyoq bor, men bu oyoq, son qismi bor, men bu ichkarisi. Shu go'shini kesib berish bilan og'riqli ekan, barobar ekan, ya'ni og'riqli, ya'ni kimgadir prosta bir narsani berib o'rish shunaqa og'riqli ekanki, buni hamma ham qila olmas ekan. Tushunyapsizlarmi? O'zi kimdir eshityapti meni, yo'qmi? Pul jigardan paydo bo'lgan deydi. O'sha cho'ntakka kirgandan keyin qiyin bo'ladi berish. Shuning uchun haligi gapga uzoqdan olib keldim-da, bu yerga misol olib keldim. Bitta sherudek yozdiradi-yu, moy $50,000 yo $100,000 topsam har oy yoki har oy emas, nima deb yozdilar? Uysizlarga uy olib berardim. Bir marta olib berasiz, ikki marta olib berasiz, bo'pti. Olib berganmiz. Keyin
Bu dunyo shunaqaki, qilgan yaxshi amalingiz bilan o'sha yaxshilik qilgan odamingiz bilan sinalasiz. O'sha odam, yaxshilik qilgan odamingiz ko'tingizga sikmaguncha ko'zingiz ochilmaydi. Ko'tingizga yaxshilab mo'ylamasdan itargandan keyin, pidaraz ekan-ku bu dunyo. Haqiqat yo'q ekan-ku bu dunyo. Deysizda, sochingizni, boshingizdagini ham, orqangizdagini ham bittadan yulasizda, ana undan keyin qalbingizni ham yopasiz. Qalbingizni yopasizda, bilasizmi keyin kimga qilasiz yaxshiliklarni? O'sha kasal bo'lib qolganingizda ko'tingizni artgan opa-singlingizga, rasa borsa aka-ukangizga, albatta birinchi o'rinda ota-onangizga qilasiz. O'sha ko'zingiz ochiladi, qalbingiz yopiladi. Mana shunaqa joylari ham bor. Bu degani motivatsiya bo'lsa, o'ldirasizlarmi? Motivatsiya zavodmi biladi, yo'q buni o'rdi. Sayt surnay qo'yardinglar-ku. Motivatsiya so'zi. Motivatsiya so'zini qayerdan yodlab oldinglar sizlar o'zi? Jalab. O 8 yil oldin men postlar yozardim Instagramda, motivatsiya. Mujik, erkek, mujik сказал. Hozir har ikkinchi odam "Hey mujik" deb muloqot chiqadigan bo'lgan. "Hey mujik, 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 mujik." Mujikka u gapi mujik bo'lish kerak emas, uni postupkasi mujik bo'lish kerak. Mujik uyda yotib olib 5 ga 1 urib turib motivatsiya bering. Bugun bundan oladi motivatsiyani jalab, ularning giroylari ham ko'p jalab. Ertaga bundan oladi motivatsiyani, bir kun Taysondan oladi, bir kun jalab UFC'dan oladi, bir kun bilad Azestate'dan oladi, bir kun dollar va millionerdan oladi. Hamma unga motivatsiya должен jalab. Bu dalboyob uyda hech kimga hech narsa должен emas. 5 ga 1 urib turib charchab oladigan, uxlab qoladi. Motivatsiya. Motivatsiya yo'q narsa motivatsiya. Motivatsiya bir yonadi, o'chadi. Boks qilib o'tirishing, bokser bo'lib qolgin keladi. O'rbisanmi? Bu yo'qki, deb bir postani koptini ko'rib o'zingizchani Ronaldoga o'xshab harakatlar qilib qolasiz. Lekin u motivatsiya bir yonib o'chadi. Xuddi bitta qizni itargisi kelganda bitta uyg'onadi-yu. Disiplina birinchi o'rinda. Disiplina. Oltinga teng narsalarni gapiryapman. Bilaman, buning foydasi yo'q. Disiplina, постоянство, har doimlik, muntazamlik teshib o'tadi motivatsiyani. Har kuni bir xillik, zaybal yo'q qilish kerak. Erimman, yo'q qilish kerak. Uyqum kelyapti, yo'q, turpidaras bor qilish kerak. Mana shu qilaverib, oxiri jalab o'sha omad ham esan ko'dagansan, zaybal qilding. Kema, onang nima ko'rdi, keyin beradi sizga shu narsani. Motivatsiya bering. Motivatsiya bering. Motivatsiya gap bormi? Bularga gap bilan quloq bilan jalab. Cho'lkami jalab hozirgi bola quloq bilan yaxshi ko'radi. Unga yaxshi gap gapirish kerak, boshini silab. Biz boshini silab qizlarni tarardik yaxshi gap bilan. O'g'il bolasizlar, tur qil. O'xshamadimi? Hech narsa qilmaydi. Tajriba orttirasan. Disiplina. Har kunlik, muntazamlik, zaybal bo'lsa ham yana shu narsalarni qilish, yana o'sha mashg'ulotni qilish yoki yana o'sha ishga borish, yana o'sha bilib klaviaturani oldida shu kompyuterda shu programmani yozish, постоянство, har doim. Attachment qilishingiz kerak. Motivatsiya ber. Motivatsiya. Jala, senga nima bilan? Butun dunyo motivatsiya долженmi, jala? 4 ta 5 ta hayotda tashaqqa erishmaganlarni to'folasida motivatsiya oldim shundan. Olgan bo'lsang, bilib bervar qaytarib onangizki. 200 lamachi u senga hech narsa bergani yo'q. U uzoqdan olib kelib o'zini jalab bir kurs-pursini tiqmoqchi, ko'tingga itarmoqchi shu ham. To'g'ri. Instagramda hattoki men ham dajalar tirikchilik qilaman, konkurs qilaman. 15-20 ming dollar qoladi. Bu yerda deyarli o'sha blogerlarning 99.9% hammasi manfaat bilan ish qiladi. Deyarli 100% demadim. Betimga urmaylar. 90% deylik, mayli. Hammasiga manfaat borki, yuribdi shular. Xotinni ham olib chiqayotgani ham manfaatdor, erini olib chiqayotgani ham manfaatdor, ehson qilayotganlar endi 97% jalab manfaatdor. Jalab 20 yoshga to'lmagan bolacha jalab 400 ming dollarga hovli olgan, uy olgan bilak. Ehson qiladi 3 yildan beri. Bular yig'lab, do'stlar, mana shu odamga yordam berish kerak. O'zi jiyalab, qo'li faqat kapak urgandan mas'ul bo'lgan hayotda. So'rash sen shunchalik nejniki itarging keladi haligi bolachadan. Chiqib turib, onajon,
siz bizdek o'g'lonlar bor dunyoda. Siz arava tortib yuribsizmi bozorda? Kamera, hurmatli do'stlar, mana shu onaxon arava tortib yurgan bir zamonda biz hoji erkaklar, birodarlar mana shu kartalarga 10 ming so'm, 15 ming so'm jannatga viza olish uchun pul tashamasak, qanaqa inson bo'ldik? Aka ukalar, g'amga muzikani berdi bu yoqdanki, haligi yuraklar larzaga kelib, bu yoqda o'tirgan odam to'g'ri aytasan uka. Shuncha yil yashab itarmaganim qolmabdi. Kiymagan kiyimim qolmabdi. Bolalarim qorni to'q. Xolodilnikda sichqon o'zini osib qo'ymagan. Shu onaxonga yordam beraylik. Ketdi jalab, ani valadi zino bilan o'zini kartasini qo'ydi. Ketdi u ham ani ertasi kuni onaxonni oldiga bordimi? Nima bo'ldi? Aravani o'rniga bityapti, uy olib berildimi? Toshkentda Mirobod rayonidan bir 100 ming dollar yig'ilgan bo'lsa, yo'q. U keyin ertasi kuni boshqasi o'sha oladi. Onaxon, savuzni sotyapsiz. Do'stlar, bu onaxonni farzandlari qanday yashaydi bu dunyoda? Ovozda keladi bu yerda. Bizdezda cho'chog'ini bor-ku, bilan yozib olishyapti-da, bilib turibman-da. Mana shu ting nerv tolalari unaqa qiyshayib mana shu. Ularga ko'z yosh ham kelaveradi jalab, ko'z yosh ham bilan. Men shuncha uy qurib, shuncha yaxshilik, shuncha ishlar qilib, mayli, peslashmas bo'lsa, men misol keltiryapman-da. 2 ta yo 3 ta yig'sonda yig'laganman, chunki yosh bolachalar qishda yuzi kuyib ketgan qizaloq bu yoqdan shamol urib yotibdi, oynani salafondan teshib yopib qo'ygan. Bu yoqda kuyib ketgan yuzi. O'tira olmadim 1 sekund, ko'zimga yosh chiqib ketdi. Shuni ham o'zim yig'ishtirib oldim, kameraga qarab bu yoqqa chiqib ketdim. Yo'q, ular jalab o'tirib oladi bular. Bu ko'z yosh ham tugamaydi bularda. Ko'tini chimchiraydimi kimdir? Jalab buni yig'lab. Katta soloqmondek erkak bilan. Yana har kuni keladi ularga yig'i ham, yig'loqimi? Jalab har kuni keladi. Ko'z yosh ham qatdan keladi, zakazga keladimi yo kartaga tushayotgan pullarni balansiga qarab keladimi? Bu kelyaptimi? Hani o'ng qo'liga nima bo'lyapti? Kelyaptimi? Yig'lang. Do'stlar, shu onaxonni ko'pchilik o'zi bilan bitta samolyot bileti bilan haj safari rosa tursa 2000 dollar turadi. Bir haftalik kampirni qiynab, bo'g'ib, onajon yig'lang, men bilan qo'shilib tushmayapti-ku pul. Onaxonam, bolam, meni eng katta orzuyim shu joylarga borish. Bitta o'g'lim o'tib ketdi, shutga boraman deb. Onajon, xavotir olmang. Shuncha o'g'lonlaringiz ko'rib turibdi, mana 700 ta qo'y baylab olganman o'zimga. Qo'ylar ham shirilab. Keyin 2-3 oydan keyin ani chiqib turib tabriklashingiz mumkin. Men ham niyatimga yetdim. Hayotda ishlamagan hech qayerda jalab. Hayotda bir biznes, bir ko'ta og'rib ish qilmagan. Mana bu uchastkani ota-onamga sovg'a qildim. Qayerda? Deydigan odam yo'q. Bu bitta yo'nalish aytyapman sizlarga, bitta yo'nalish. Blogerlarning yo'nalishlari ko'p, bu bitta yo'nalish. Endi qimor-pumorlarni gapirmadim. Sochim oqarib ketdi, gapiraverib, oxiri tan berdim. Ular gapga usta ekan. Ularga men gap topib bera olmas ekanman. Qimorni reklama qilganlar bilan umuman ishim ham yo'q. Ular meni yomon ham ko'rmasin, yaxshi ham ko'rmasin. Men ham ularni yomon ham ko'rmayman, yaxshi ham ko'rmayman. Bilgan bo'qini yesin hammasi. Menga desa jalab oilaviy reklama qilmaydimi? Ularga foyda yo'q. Bularga ham gapirishda foyda yo'q. Yo'nalishlari ko'p-da bularni. Buni hammasi haqida kontent qilgim keladi. Amerikadagi Emily Shohga o'xshab polniy vujudim va vajohatim bilan, aktyorstva bilan ko'rsatib, o'rnidan turib ularni xatti harakatlarini ko'rsatib, ani tonki joylarga urib qo'yib turib, so'zni oxirida
bitta sekinlashtirib qo'yib, kriptonitni muzikalarni qo'yib yo'qdan chaqmog'i chalib olib turib, shunaqa deb muammolarga ko'rsatkim keladi. Prosta oxirgi payt tinchlikni xohlab qolganman-da. Yaxshi-da. Hozir yana el og'ziga tushib qolsangiz, yana sentr nimada bo'lib qolsangiz, ta sen tvar bizlardan emassan, sen boshqachasan. Senga yozib qo'ygandaqa yashamayapsan, ramkani ichida yashamayapsan. Bizga o'xshab hamma aytgandaqa yashashing kerak. O'zi hamma ramkani ichida, o'zi 24 soat o'zi ramkaga yozib qo'ygan. O'zi ramkani ichida rasm, kartina bo'ladi. Michelangelo, Leonardo da Vinci chizgan Mona Lisalar ramkaning ichida yashaydi, to'g'rimi? Lekin yaxshilab ahamiyat beringlar, biz ham ramkaning ichida yashayapmiz. Mana ramka, to'rtburchak. Biz haromi, biz iflos deb dunyoga jar solgan 2-3 ta haromi necha yil oldin bu ramkani o'ylab topgan. Biz hammamizni solib qo'ydi shu yerga. O'tiribmiz, bir-birimizni so'kamiz, boshqa qilamiz, u qilamiz, bu qilamiz, lekin to'g'ri yasha, xotiringni olib chiqma. Puxu emasmi? U baba o'zi bilgancha yashaydi. Olib chiqadimi, olib chiqmaydimi, nima qilasan? Qo'y, o'zingga to'g'ri bo'l, o'zingni bilganingni qil. Yo'q, bular bir-birini shu to'g'rilamoqchi bo'lib umr ketgan. Mana kecha achkichilarni gapirdim. Единственный maqsad ko'zlangan edi. Men yetkazib bera oldim, hazilomuz qilib gapirib bo'lsa ham, do'stlar, ko'zinglarni ochinglar. Menga kelgan xabarlar, chet mamlakatlardagi o'zbeklar, 8 yil, 10 yil oldin ketgan o'zbeklar menga yozyapti, Aziz aka. Toshkentda qizlar shunaqa muomalali bo'lib ketganmi? Shunaqa sansirab gaplashyaptim perdistrechnik bilan. Sizlar shunchalik pul berib qo'ydinglarmi? O'zbekning bolalari shunaqa uzru xarab bo'lib qoldinglarmi degan aka-ukalar uchun bu pastanovaligini, bu yolg'onligini, Toshkentdagi hayot, O'zbekistondagi hayot bunaqa emasligini, aksar holatlar bu yerda bo'rttirilgan, uyushtirilganligini men donesti qilmoqchi bo'ldim. Chista o'shalar uchun, shu bizani haqqimizda yomon fikrga borib qolishmasin. Biz yemagan somsaga pul to'lamaylik. Men zalga keldim molla, xolasanglar birga kiramiz zalga. Mana kerakmidi mana shuncha gap? Men hozir qizarib ketdim, ko'rdinglar? Mana qizarib ketdim. Krasnoy Richeyev so'kinib, qizishib gapiradigan odamdan hech qachon bilib qo'yinglar, o'zini oqlashmas. Hech qachon yomonlik chiqmaydi. Hech qachon xitrlik chiqmaydi. Endi ko'p holatlarda xitrlik chiqmaydi. Endi kimnidir itarmoqchi bo'lsam, qizlarga men ham nayranglar qilaman, hiylalar qilaman. Jonim, voy zo'r ekansiz. Uchrashuvga borib turib, bananlarni kesib berib, takoy eshiklarni ochib berib, jentelmen bo'lib, voy, bu nima deganingiz? Men unaqa zo'rman-ku. Endi tiqib olguncha shuda hamma bolalar ham, deyarli hamma bolalar ham. Voy, jonidan deb unga jonim. Boshida hamma ham zo'r. Yaxshi dam oling, spokойно ночи, любимая моя. Keyin ertalab доброе утро, солнце мое. Ko'zim ochishim bilan sizga yozdim, солнце мое. Itarguncha hamma biznes. Itarib, men astari chiqib ketgandan keyin, naxi, menga telefon qilma. Yonimga tekatay. O'shaning uchun jahliga chiqyapti. Jalab ana tashligim qoldi, mashinada qolmadimi? Bunaqa shu degan. Har doim shu kashligimdan qo'rqaman-da. Har doim qattalar qolib ketgandek bo'laveradi menga. Sizlarda ham shunaqa bo'ladimi? Bitta jivachkam chaynab oling. Ertalabdan og'iz baribir xohlaysanmi, xohlamaysanmi? Hayotingda 40 yoshga kirguncha nima bo'q yegansan? Xudoning o'zi biladi, nima ovqat yegansan? Baribir sasiydi boshqa qiladi og'izgina. Shu payt jivachka qutqaradi. Yarimta chaynayman. Hokam qarayapsiz. 5-6 yo'nalish tanlang, xohlasangiz 5-6 yo'nalish bo'yicha birlashib ko'ramiz. Mayli, qarigan bo'lsak, yoshim 40 ta lekin 40 endi erkakni boshlangan yosh hisoblanadi.
Yordam qiling, bolalarimga yordam kerak. Bolalaringizni tug'dirayotgan otasiga aytsangiz, yordam qiladi. Nima deysiz? Bolalaringizga yordam kerak bo'lsa, tashlab olmaymi internetda o'tirib, jonli efir ko'rib. Kim buni manaqa jinnini kuzatib. Boring ishlang. Bolalaringizga yordam kerak bo'lsa, alimentga bering, harakat qiling. Ochib berishdan oldin o'ylash kerak edi shuni. Har bir farzand bu mas'uliyat. Yo'q, bular chiqadi internetga. Nima? Siz qanday kirib olasiz jonli efirimga? Здравствуйте, Samay. Rahmat, yaxshimisiz o'zinglar? Bolalar kelmadimi? Siz o'sha boshladinglarmi? Ha? 1 minut. Ishda ishlamozimni aniqlashtirib oling. Hammaga xayrli kun. Motivatsiya. Yana keldi motivatsiya so'ramamiz. Voy bilati. Bular ko'pchilik shekilli. Assalomu alaykum. Charchamasmi? Sog'-salomat o'zimsiz, tinchmi? Shunaqa gaplar, hurmatli do'stlar. Kelinglar undan ko'ra shug'ullaninglar. Sport sog'lik garovi. Sport bilan shug'ullangan odamdan kamdan kam yomonlik chiqadi, chunki mehnatkash bo'ladi. Mehnatkash bo'lgandan keyin birovi mehnatining qadriga yetadi. Har kuni bir xil ovqat yeyishga majbur qilgan odam o'zini har kuni bir narsadan o'zini tiyishga, diyetaga majbur qilgan odam albatta yaxshi ishchi ham bo'la oladi. Korxonaga ishga kirayotganda. Yaxshi suvim tugadi. Yaxshi Tugadimi? tugadimi? Sutga kirib olib, sizga atyapti. Ha, o'zi shunaqa. Bu oy o'zida ikkitasi yozdik, ustimi? Sizda shu narsani 3 minimal qildi.